Bir kuni bir odam hovlisida o'tirar ekan, oyoqlari bilan bir hayvon go'ngini dumaloq qilib, dumalatib ketayotgan bir qo'ng'izga ko'zi tushadi va haligi paytda bir xayolidan o'tadiki, o'ylaydiki, nahotki hamma narsani hikmati bilan go'zal yaratgan Alloh shu qo'ng'izni go'ng titish uchun yaratgan bo'lsa deb o'ylaydi. Oradan vaqtlar o'tadi, haligi inson kasal bo'lib qoladi va hech davosini topisholmaydi. Keyin bir tabibga borishganda haligi tabib aytadiki, bilsangiz bir qo'ng'iz bo'ladi, hayvon go'ngini dumaloq qilib dumalatib yuradi. Aynan o'sha hayvon go'ngini dumaloqchalarini 40 tasini har kuni bittadan iste'mol qilsangiz yaxshi bo'lib ketasiz deydi. Haligi tabiblar aytganini qilib 40 kun haligini yeydi va buni qarangki, sog'ayib ketadi. Oradan yana ancha vaqtlar o'tib haligi inson safarga chiqadi. Kemada dengiz safariga chiqqanida bir payt dengiz mavjlanib, to'fon turadi dengizda. Shu payt hamma to'polon qilib vahima qilayotganda haligi odam kemani bir burchagida xotirjam sokin o'tirganda atrofdagilar vahima qilib hozir unga ham o'lib ketishini aytib qo'rqitishganda haligi inson xotirjamlik bilan aytadiki, men Alloh tishlariga aralashmayman. O'zi bir marta aralashib qo'yib 40 kun go'ng yeganman. Shundan keyin qaytib Alloh tishlariga aralashmayman deb qo'yganman. Alloh hammasini yaxshi bilguvchi zot deb javob